Sizning YouTube kanalingiz bor va har bir videoni professional tayyorlashga harakat qilmoqdasiz. Videongiz ko'rilmoqda, lekin obunachilaringiz juda kam. Bu muammo ko'p yosh youtuberlarda bo'lib turadi. Ammo men bu videoda sizlarga shu muammoni yengib o'tishni ko'rsataman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga like, obuna bosib qo'ying, kanal rivoji uchun albatta. Qani biz videoni boshladik. Keling, avvalo obunachilaringizni qanday ko'paytirishni o'rganib olaylik. Ya'ni odamlar sizni videongizni ko'rishgandan keyin videongizga kirib, ya'ni kanalingizga kirib obuna bo'lib chiqadimi yoki obuna bo'lmasdan. Shuni tahlil qilib ko'ramiz. Albatta bu ko'rsatkichlar videoni mavzusi, yo'nalishi va boshqa narsalariga bog'langan. Lekin men boshqa kanallar yoki o'zimni videomni olgan bo'lsak, o'rtacha konversiya ko'rsatkichini ko'rdim. U taxminan 1%. Ya'ni agar sizni videongiz 10,000 marta ko'rilgan bo'lsa, unda siz o'rtacha 100 ta obunachi to'plashingiz mumkin. Bunda men shorts videolar haqida gapirmayapman. Ko'pgina yosh youtuberlar, demak siz 1000 ta obunachiga yetishingiz uchun kamida 90 tadan 100 tagacha video yuklashingiz kerak. Videoni davomini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga o'tib qo'ying. Xo'sh, sizga preview kerakmi? Unda bizga murojaat qiling. Previewlarni eng zo'rlaridan yasab berishimiz mumkin.